Radarga tushganligingiz haqidagi ma'lumot elektron bazaga 48 soat ichida yuborilmagan bo'lsa, sizga nisbatan jarima qo'llanmasligi kerak. Demak, buni qanday aniqlash mumkin? Mana qo'limda jarima solish to'g'risidagi qaror mavjud. Demak, ushbu qarorda bu qarorni siz ROT 24 dan PDF variantini olishingiz mumkin va mana shu yerda yozilgan. Ya'ni 2025-yil 6-noyabr kuni soat 20:37 da demak biz radarga tushganmiz va qavs ichida yozib qo'yibdi. Hodisa tizimga kelib tushgan vaqt demak o'sha kunning o'zida yuborilgan. Demak, ushbu qaror tizimga to'g'ri yuborilgan. Va mana shu vaqtdan boshlab, demak to'g'ri yuborilgan bo'lsa, huquqbuzar aniqlangan kundan boshlab 1 yil davomida qaror rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 6 oy yoki 10 kundan keyin ham qaror chiqishi mumkin. Agarda sizda mana shu qavs ichida hodisa tizimiga yuborilgan vaqti ko'rsatilmagan bo'lsa va 48 soat oshgandan keyin qaror chiqarilgan bo'lsa, demak ushbu qaror noqonuniy hisoblanadi. Agarda sizda mana shunday noqonuniy qaror bo'lsa, ushbu havola orqali saytga o'tib, mana shu qarorning PDF variantini yuklasangiz, sizga avtomatik ariza loyihasi tayyorlab beriladi va ushbu arizani sudga taqdim qilsangiz, sud belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.